tinglang va har bir so'zni takrorlang. Surani qismlarga bo'lib yodlashni boshlang. Avval birinchi oyatini, keyin ikkinchi qismini va shu tarzda davom eting. Har bir qismni bir necha marta takrorlang. Yodlaganingizni tekshirish uchun surani o'zingiz o'qib ko'ring. Eng muhimi, muntazam mashq qiling va surani xotirangizda mustahkamlashga harakat qiling. Yordam kerak bo'lsa, yana so'rashingiz mumkin. Alisa, men 83daman. Voy, O'zim opa. ojiz. O'shaning uchun kitob o'qolmayman. O'shaning uchun sendan yordam so'rayapman, ona qizim. Albatta onajon, Yosin surasini birga yodlaymiz. Avval boshidagi Bismillahirrohmanirrohim degan joydan boshlaymiz. Albatta. Keyin alhamdulillahi robbil alamin degan joygacha o'qiymiz. Shu tarzda asta-sekin butun surani yodlab olamiz. Har safar bir qismini o'rganganingizda menga ayting, men sizga yana takrorlayman. Yordam bera olishimdan xursandman. Men Yosin surani 3 ta suratini bilaman. 4-chisida o'sha adashib qolyapman. O'qib beraymi? Yaxshi, Yosin surasining 4-qismini ham birga o'rganamiz. Avval oldingi qismlarni eslab oling, keyin birga o'qiymiz. Yordam kerak bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Boshidan boshlab o'qib beraymi senga? Albatta boshidan boshlab o'qib bera olasiz. Men diqqat bilan tinglayman va yordam beraman. Mana men yodlayman. Bismillah. Ajoyib. Yodingda qolgan qismlarni takrorlab, asta-sekin keyingi qismlarni ham yodlayverasan. Yordam kerak bo'lsa, bemalol so'rashing mumkin. Men boshladim. Bismillah. Ajoyib. Yodingda qolgan Taxtabundan boshladim qismlarni demang. takrorlab, Siraz boshlab asta-sekin ketavering. keyingi qismlarni Siraz boshlab keting. yodlayverasan. Bismillohdan boshlayvering. Yordam kerak bo'lsa, Bismillohdan boshlab ketavering. Men boshladim demang, opa. Bismillahirrohmanirrohim. Yasin val Qur'anil hakim. Shekilda